qon gruppasi ba'zilarga berishi mumkin, ba'zilarga berishi mumkin emas. Qisqacha tushuntirib o'taman. Eritrotsitlarda aglutinin degan modda bo'ladi. Qon plazmasi aglutinogen antitela bo'ladi. Xo'p, bu qon gruppasiga qarab farqlanadi. Birinchi qon gruppasi aglutinogen bo'lmaydi, qon plazmasi alfa beta bo'ladi. Antitela bu. Aynan mana shu antitela bir bilan uchrashib qolsa, qon oldi berdisida A bilan alfa, B bilan beta uchrashib qolsa, aglutinatsiya, qon ivish jarayoni, qon to'planib qoladi, yopishib qoladi. Qon harakat to'xtaydi. Eritrotsitlarda aglutinin degan modda bo'ladi. Birinchi qon gruppasi bo'lmaydi. Qon plazmasida aglutinogen alfa beta bo'ladi. Ikkinchi qon gruppasida A aglutinin bo'ladi va qon plazmasida beta bo'ladi. Uchinchi qon gruppasida B aglutinin bo'ladi va qon plazmasida alfa bo'ladi. Va to'rtinchi qon gruppasida aglutinin A, B bo'ladi va qon plazmasi aglutinogen umuman bo'lmaydi. Xo'p, qon biz berganimizda boshqa gruppalarga A bilan A va A bilan alfa va B bilan beta to'g'ri kelib qolish kerak emas. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Birinchi qon gruppasi eritrotsitlarida aglutinin bo'lmaganligi uchun hamma gruppaga qon berishimiz mumkin. Ikkinchi gruppada eritrotsitlar aglutinin A bo'lganligi uchun 2 ga va 4 ga bera oladi. Nimaga? 2 da B bor, beta bor va 4 da yo'q. Shuning uchun bunga bera oladi. Nimaga 1 bilan 3 ga bera olmaydi? Xo'p, 3-gruppa haqida gaplashib ko'ramiz. 3-gruppa 3 ga va 4 ga bera oladi. Nimaga? 3-gruppada B va alfa bor. 4-gruppada esa alfa beta yo'q. Shuning uchun 4 ga bera oladi. 4-qon gruppasi eritrotsitlar membranasi aglutinin moddasi A, B bo'lganligi uchun hech qaysi gruppaga qon bera olmaydi. Faqat o'zining gruppasiga qon berishi mumkin. Nima uchun? Hozir ko'rib chiqamiz. Agar birinchi gruppaga qon beradigan bo'lsa, A ga alfa, B ga beta to'g'ri kelib qoladi. Ikkinchi gruppasiga qon beradigan bo'lsa, B ga beta to'g'ri kelib qoladi. Va 3-gruppasiga esa A ga alfa to'g'ri kelib qoladi. Bizda qoida bor edi. A ga alfa to'g'ri kelib qolish kerak emas, B ga beta to'g'ri kelib qolish kerak emas. Aglutinatsiya hodisasi ro'y beradi. Bu holatda mumkin emas. Faqat o'ziga, ya'ni 4-qon gruppasiga qonni bera oladi. Qisqacha ma'lumot shu.